Assalomu alaykum Gulshaydolarim. Mana qaranglar, bahorgi mana gullarim yaxshi chiqdi. Ochilib yotibdi. Endi men bu gullarimga spray qilmoqchiman. Qaranglar, barglariga mana. Gullar rost yaxshi ko'radi spraylarni. Lekin qishi bilan umuman spray qilmadim gullarimga. Bahorga chiqqanda mana gullarim yaxshi ko'radi deb spray qilaman, chunki barglari changlardan yaxshi nafas olishga chang bo'lib ketadi, mashinalar o'tadi. O'shaning uchun qaranglar, barglari yaltirab turibdi spray qilganimga. Bu gulni spray yaxshi ko'radigan gullarimga spray qilaman. Gullarni hamma yaxshi ko'radi spray qilishini, qilmasligini, sovuqda, issiqda turishini. O'sha guliga qarab hamma bilib oladi, Gulshaydolari yaxshi ko'rgan gullar. Qaranglar, gullarim, mani bag'ri dillarimni ochiltirib, hammasi ochildi, alhamdulillah. Gullarim ochilsin, yaxshi ko'raman gullarim ochilganini. Qarang, hammasiga spray qilaman. Bu spraylarni yaxshi ko'radigan gullar, har doim ochiladigan gullar. Mana baxt gullarim, ayol baxti. Bular ham xudo xolisa ochilsa men ko'rsataman. Qaranglar, buni shirinligini. Bu gulim mani spray yaxshi ko'rmaydi. Qarabli geranda tegiga sepganman, bariga yomon ko'radi. Mana eng shirin, eng chiroyli zenzi gulim. Bu gulam spray yaxshi ko'rmaydi, spray yomon ko'radi. O'shaning uchun buni tegiga sepaman. Buni spray yaxshi ko'rmaydigan korolevskiy geranlar 5 deydi mana. Manda 2 dona qoldi. Bular o'ta nozik, o'ta talabchan gullar ekan. Hammasi bitta joyda turgani bilan ikkitasi qoldi. Qaranglar buni rangini, keyin buni barglarini qaranglar. Geranga oldim qiziqmasidan. Har xil gerang gullarim bo'lardi. Oq pushti rang, yerga ekkanman. Qo'liga qaranglar, bargi yaltirab, barglari chiroyli bo'ladi spray qilganim uchun. Sizlarni gullaringlar qalay, yaxshimi? Qanaqa gullaringlar bor? Kecha Instagramda video ko'rdim, sanab gullaringlarni jo'natinglar deb yozganga. Har bitta gullarimni nomini yozsam 15 xil gullarim bor ekan. Rosa xursand bo'ldim. Mana zenzi sotib oldim. Qaranglar, bu zenzi rosa chiroyli gul. Qiziqardim zenziga. Mana bu qaranglar, geranimiz tegiga sepganman. Bu barglar sarg'ayib ketadi ekan. Anaqa tushsa, barglari spray qilsa sarg'ayib ketadi barglari. Shundan qaranglar. Mana bu geranim ham qanaqa rangligini bilmoqchiman. Ochiladi xudo xolisa. Mana kalonxoya gulimni qizili ham, oddiy bargli qizili ham. Bu qizil sariq ekan. Ochilib yotibdi, qaranglar, biridan biri chiroyli bo'lib. Bularni men yaxshi ko'raman. Mana gullarim bir-biridan chiroyli. Mana barglarini spray qilib, chiroyli qilib ko'm-ko'k qilib oldim. Qaranglar. Mana cheklarigacha, barglarigacha sepib tashladim spray qilib. Ozgina suv bilan, ozgina mehringlar bilan qaranglar, gullaringlar yashnab gullaydi. Mana 2 yil bo'lib gulimni olib kelib, o'zim ildiz ottirib, ekib, parvarish qilganman. Ochilgandan keyin qaranglar.
shunaqa chiroyli bag'ri dillarimni ochiltirib ochilyapti. Har kuni kelib ishdan kelib ko'rganimda mani gullarim ochilganini shunaqa xursand bo'laman. Endi mani koreyskiy geranlarim ham xudo xolisa ochilib bersa menga. Shunaqa o'zingiz o'stirib, o'zingiz chiroyli qilib, chiroyli o'stirib ochilgandan keyin qanaqadir bag'ri dillaringiz ochilar ekan. Har kuni kelib ishdan kelganimdan keyin ko'rib xursand bo'lib ketaman. Gullarim ochilganini ko'rib.